ئاتا-ئانىلارنىڭ بالىلارنىڭ ئۆزىگە بولغان ئىشەنچىنى سۇندۇرىدىغان 4 خىل قىلمىشى. ئاتا-ئانىلارنىڭ o'ziga bo'lgan talabini kuchaytirish orqali farzandlardagi o'ziga bo'lgan ishonchni kuchaytirish. Aptori jeffrey Bernstein. Terjim qilguvchi Serwi Huseyin. Aptordan ilova. Balani undaq tarbiyalash, mundaq tarbiyalash kerak deganlarni anglab turimiz. Biroq balani tarbiyalashda bir oltin qoida bor. U bo'lsa-mo o'zingizning ish-harakat, kayfiyat, so'zlaringizning balangizga elib keladigan umrlik ta'sirini obdan dangsash. Balangizning xarakterining va odamiyligining sizdan o'rnak oladiganligini tonib yetish va balaning hayotining bizning ta'sirimizning tasvirlari aks etadigan bir aynak ekanligini unutmaslikdir. Biroq buni o'rindamoq oson emas albatta. Bularni o'rinlash uchun qaysi ishlardan saqlanishni bilib olish bir oqillikdir. Men psixik fanlar doktori Bernstein apandining intayin oddiy ham tushunishli qilib yozgan bu maqolasining barliq ota-ona bo'lg'uchilarga o'ziga ishonchi kuchli bo'lgan farzand yetishtirish to'g'riliq qimmatli uchurlarni berdiganligiga ishonaman. Chunki bu maqola dal farzand tarbiyasidagi saqlanishga tegishli xatoliklar va bu xatoliklarning balaning o'ziga bo'lgan ishanchisiga bo'lgan ta'siri to'g'riliq to'xtaladi. Men bu maqolani o'qigandan keyin Aptori tilga olgan bu xil 4 xatolikni hamma ota-ona bo'lg'uchining o'xshamagan darajada sodir qilib qo'ydiganligini hamda farzandlarimizni o'ziga ishonadigan bo'lsin desak, bulardan amal bor saqlanishimiz kerakligini his qildim. Shundoq, hammamiz ota-ona bo'lg'ach, qanday qilganda yaxshi ota-ona bo'lishni o'rganimizda, kimmo ota-ona bo'lmay turib, farzand tarbiyasida mutaxassisga aylanib ketalisin. Farzand tarbiyasi ota-ona bo'lg'uchilar uchun mangulik o'rganish jarayonidir. Muhojiratdagi musofirlik, vatansizlik va urug' tuqqanlarning dardi qo'shilib, psixik dunyamizdagi besim haddidan oshgan bu kunlarda shuni unutmasligimiz kerakki, biz yanala o'zimizning psixik holatimizni yaxshi kontrol qilishga tirishish orqali suyimlik farzandlarimizni ular o'zlari erishishga tegishli bo'lgan sevgi, muhabbat, hurmat va ko'ngil bo'lishlarga noil qilishimiz kerak. Balalarimiz bizning ochiq yo'riq holda o'y fikrlarimizni ular bilan o'rtoqlashishimizga muhtoj bo'lib qolmasdan, ularningmi ko'ngil so'zlarini biz bilan erkin o'rtoqlashadigan fursat yaratib berishimizga texmi muhtojdir. Bu deganlik o'z navbatida yana nachar psixik holatimiz tufayli kayfiyatimizdagi kontrollikni yo'qotib, ularning o'ziga bo'lgan ishonchini bitchit qiladigan vaqirash-jaqirash, urush tepish, nomuvofiq so'z iboralarni ishlatishlardan qat'iy saqlanishimiz kerak deganlikdir. Bu maqola balalarga vaqirash, ularni urush, o'tgan ishlarni tagash, balalarni haddidan ortiq nomus to'yg'isining ichiga g'arq qilib etish va balalarni masxirlik talaffuz bilan tanqid qilishning ota-onalarning ota-ona bo'lish safarda cho'qim teyiladigan kechiklardan ekanligini eskartadi. Hamda farzand tarbiyasidagi bu xatoliklarning elib keladigan ziynining faqat balaning o'ziga bo'lgan ishonchini yo'qotib etish bo'lib qolmasdan, balki yana ular bilan bo'lgan munosabatimizni yiriklashtirib o'tadiganligini va ularni boshqalarning hissiyotini yaralandiradigan, xafagan kishilardan qilib qo'ydiganligini ta'kidlaydi.
Qeni, söyümlük ata-analar, sizlar uchunmi, ham o'zim uchunmi tarjim qilgan bu maqolaga marhamat. Bu maqolaning aptori doktor Jeffrey Bernstein, davlat bo'yicha tanilgan ota-onalar yetakchisi. U 30 yillik psixik doktorlik tajribasiga ega. U bu jarayonda nurg'un ota-onalarga, bolalarga, o'smirlarga va er-xotinlarga psixik maslahatchisi bo'lgan bo'lib, uning nashr qilingan kitoblardan 4 parchasi bor. Bularning ichida qarshilashadigan bolalar uchun 10 kun degan kitobi o'qirmanlarning yaxshi ko'rib o'qishiga erishgan. Menmi bu kishining bu maqolasini yaxshi ko'rib tarjim qilib sizlarga sundim. Aptorning bu maqolasi bugungi psixika to'rida 2 kun burun e'lon qilingan yangi maqola hisoblanadi. Maqola teksti. Ota-analarning, balilarning o'ziga bo'lgan ishonchini sunduradigan 4 xil qilmishi. O'ziga bo'lgan ishonch bo'lsa, insonlarning hayotiy faoliyatlarida markazlik rol o'ynaydi. Bu atalg'u o'zini hurmatlash, o'zini qadrlash deb ataladigan bo'lib, bizning o'zimizga nisbatan qanday ko'z qarashda bo'lishimizni ko'rsatadi. Bu xil qarash o'z navbatida bizning ish-harakat va qarorlarimizni belgilab qo'ydi. O'zimizga bo'lgan kuchlik ishonch hayotimizdagi xirislarni bo'sib o'tib, yangi ishlarni sinab beqishimizga hamda o'zimizning iqtidoriga ishonishimiz uchun ilhom berdi. Ota-ona bo'lgan ekanmiz, biz barliq kuchimiz bilan farzandlarimizda ilg'or holatdagi o'ziga bo'lgan ishonchni yetildirishga tirishimiz. Shundaqdimi biz ba'zida bolalarga nimalarni deyish kerakligini va deganlarimizning bolalarimizning o'ziga bo'lgan ishonchiga bo'lgan ta'sirini dangsiyolmay xatolik o'tkazib qo'yamiz. To'g'ri, hammamiz inson emasmi? Shuni bilishimiz kerakki, bizning o'tkazgan ashu xatoliklarimizni bolalarimiz va yoki o'smirlik yoshidagi farzandlarimiz bilan bo'lgan munosabatlarimizga salbiy ta'sir elib kelmasligi kerak. Qarshilashadigan bolalar uchun 10 kun degan kitobimda qayd qilib o'tganimdek, biz bu xatoliklarning oldini olish uchun bu xatoliklarning zodi qanday xatolik ekanligini oydinlashtirish velishimiz kerak. Birinchi, vaqirash va urush. O'ziga bo'lgan ishonchni tuvaltishda hech qanday narsa vaqirash va urushning oldiga o'tolmaydi. Siz vaqirgan va urgan vaqtingizda siz ko'kamlik qilib, majra chiqarib, intayin nachar holatdagi kayfiyat kontrol holatini ifodalaysiz. Bu qilmishingizning maqsadi bolangizni ojizlashtirishdir. Siz balangizga bu orqali qanday bir dars o'tmoqchi bo'lgansiz? Shuni bilingki, hammamiz degudek vaqirab baqqan. Men balalarimga vaqirab baqqan hamda hatto bir necha qatim silkishlab, u yoq bu yoqqa qiqishtiribmi baqqan. Men bulardan faxrlanmayman. Hamda sizni shuni bilib yetishga ilhomlantirmanki, biz ularga vaqirgan va yoki ularni urgan vaqtimizda biz ularga zo'ravonlik qilayotgan bo'lamiz. Balkim biz shunday qilish orqali ularning xato qilmishini to'sib qolganligimiz tufaylidan g'alaba qozondak tuyg'uga kep qilishimiz mumkin. Biroq bu intayin qisqa muddatlik joylab bo'lib, siz muvaffaqiyatli holda ularning o'ziga bo'lgan ishenchisini ojizlashtirib etdingiz. Vaqirash, jaqirash va urush tepishlar balangiz bilan mavjud masalani hal qilish uchun ideya birligiga elib keladigan suhbat o'tkazishingizga, ziddiyatni hal qilishingizga hamda balada o'ziga ishonch turg'izishingizda to'salg'iliq rolini o'taydi. Ikkinchi, burunqi o'tgan kechgan ziddiyatlarni ko'tarib chiqish.
Məsələ yoki ziddiyat hal bo'lib bo'lgandan keyin qayta təgəvermə. Balalarning ishlarni yangi boshdan pokiz boshlashiga yo'l qo'yishimiz kerak. Balalarning burunqi xatoliklarni ko'tarib chiqadigan ota-onalar balalarga uzoqcha adovat saqlashni o'rgatadi. Shundaqla balalar shuni bilish kerakki, masala hal bo'lib bo'lgandan keyin o'tmishning bir qismiga aylanib ketadi. Balalar ota-onalar tarafidan qanchalik ijobiy ish harakatlar maqtilib, oldiga qarab mengishdak bir xil tanlash shakli bilan rag'batlantirilsa, ularning o'ziga bo'lgan ishonch tuyg'usi shuncha kuchli bo'ladi. Shundaqla ota-onasining diqqatini tortib, qadrlanish ehtiyojini qondirish uchun burunqi xato tanlashlarni qayta sodir qilmaydi. 3. Nomus tuyg'usini balaning jinidan o'tkazib etish. Bu yerda o'zingizdan so'rab boqadigan bir ish bor. Balangizdan agar u sizning o'rningizda bo'lsa va yoki boshqalarning o'rnida bo'lsa, qanday his qiladiganligini so'rab beqish. Nayt ko'p hollarda ota-onalar bu nuqtani oxirgi chekkicha ijro qilib o'tadi hamda balalarni ashundaq o'ylig'ini his qilganligi va yoki ish tutganligi uchun nomus qildirishga tirishadi. Balalarni nomus tuyg'usi orqali kontrol qilishga tirishgan ota-onalar balalarni o'zidan yiroqlashtirib etadi va yoki ayirib etadi. Men bu yerda Lorita deb atamoqchi bo'lgan bir xaridorim 14 yoshlik o'g'li Haroldga nomus tuyg'usini bo'lishiga yuklab qo'ydi. Keyincha ularning qo'shnisi bu o'g'il balaning Marvani, ya'ni nash chekadiganligini bayqab qoladi. To'liq 10 minut birdammi to'xtab qolmagan holda Lorita o'g'liga mundaq deydi: Sen qo'shnilarning bu qiliqingni bayqab qolganda mening qanchalik nomus qilib ketganligimni bilamsan? Sen sana bo'lgan ishonchimni qanchalik yerda qo'yganligingni tushundingmi yo'q? Loritadan nomus tuyg'usiga cho'ktirib tashlaydigan bu so'zlarni eshitgan bala g'azabdan o'zini yo'qotgan holda bo'rondek itilib uydan chiqib ketadi. Men bu ishdan keyin Loritaga yetakchilik qildim. Men Loritadan yaralangan shaxsiyatchi g'ururni bir tarafga tashlab o'tib, o'g'liga eng kerakli bo'lgan yordam va tushunishni ato qilishini so'rdim. Lorita temkin, keskin hamda kontrol qilish kuchi xarakteriga ega bo'lmagan bir xil usul bilan Harolddan qandoq bo'lib tang tushlar besimi otliq bu tushakka pul bo'lib qolganligini ochiq yo'riqlik bilan aytib berishga ilhomlantirdi. Shuning bilan ular aplashib qoldi. Hamda Harold uzoq o'tmayla masalasi bor bu tang tushlarining guruhidan chiqib ketdi. Hamda chekimlik chekishnimi tangli tashladi. 4. Balalarga masxarlik so'zlarni qilish. Agar sizning so'zlaringiz o'zidagi ma'noni anglatmasa, shundaqla so'zingizning intonatsiyasi va yoki ohangi bilan qarama-qarshi ma'noni yo'shirin ifoda qilsa, undaqda sizning so'zlaringiz masxar qilish xohishiga egadir. Buningga keltiradigan bir misolimiz, balamiz xatolashgan vaqtda "Ha, sen bak aqlliq emasmi?" degandek so'zlarni qilishimiz. Masxarlik so'z iboralarni qilishimiz balalarimizga ziyonliq. Chunki u balalarni nomus ichida tunjuqtirib etadi. Balani masxar bilan tövan cho'kirish, ota-ona bo'lg'uchi bilan bala o'tirisidagi unumlik fikr almashtirish yo'lida to'salg'uliq rol o'ynaydi. Balkim bu chog'da balada yo'qaydig'ini faqat o'ziga bo'lgan ishonchli bo'lib qolmasligi mumkin. Balalarning o'ziga bo'lgan ishonchini tuvallitib etishdan boshqa yana ota-onalarning bal tarbiyalashdagi ish harakatlari balalardagi qarshilik harakatining qitim sonini ko'paytirib etishi mumkin.
Biz yuqorida deb o'tgan ota-ona bo'lg'uchilarning salbiy qilmishlari bilan doim uchrashib, u tufayli paydo bo'lgan passiv hissiyotlarni ichiga yoshirib cho'ng bo'lgan bolalar keyincha boshqalarning his tuyg'ularini osonli yordar qiladigan hamda boshqalarni xafa qilib yuradigan bo'lib qolishi mumkin. Nurg'unlagan bolalar va o'smirlar menga ota-onasidan dashnam eshitgandan keyin passiv kayfiyat va ish harakatlarda bo'lganligini aytib berdi. O'zingizning ish harakatingizning egidoriga aylanganda, ondan ularni kontrol qila olasiz. Men endi hargizmi bundaq qilmayman deydigan va shuningdan keyin masala ko'rilgan bu xil ish harakatlarni takrorlayveradigan davrlikning ichiga kirib qelish to'limi oson. Ba'zi mushunda xatolashishlar yuz berib turdi. Agar shundoq bo'lib qolsa, bolangiz bilan o'zingizning salbiy ta'sir berib qo'ygan ish harakatlaringiz to'g'riliq, bolangiz bilan ochiq yo'riq paranglashing. Bolasini o'zi yolg'iz boqadigan Sal ismli bir dada yaqinda menga o'zining 13 yoshlik o'g'li bilan bo'lgan munosabatidagi cho'ng ilgirlash xarakterlik o'zgarishni aytib berdi. Salning deyishicha, Sal o'zi o'zgarmiki qiyin bo'lgan unsur ekan. U davomliq Antonioga uyda yoki futbol mashqlarida karnini kerib vaqiraydi ekan. Sal o'g'li bilan futbol musobaqasining mukofot tarqitish yig'iniga qatnashgan vaqtida o'g'li mukofot lo'nqisini olg'ili chiqayotgan vaqtda masxaralik bilan o'g'lini tuvan tushirdi ekan. Bu kechilik faoliyatdan keyin Sal bilan uning o'g'lining munosabatida nihoyatda cho'ng o'zgarish bo'pti. Men Salga bu ishga pushaymon qilib, o'zini yo'qotib qo'yishning qilchilikmi foydasi yo'qligini aytdim. Shuning bilan u o'g'li bilan bo'lgan munosabatida kontrol qilishga urinmay, ochiq yo'riq bo'lishga tirishdi. U bularni esida ching saqlab turib, Antonioga mundaq dedi: Antonio, men seni doim masxara hamda tanqid qilib yurdim. Men buning uchun sendan kechirim so'rayman. Seni sahnada mukofot elayotgan holatni ko'rib, dadang bo'lganligimdan faxrlandim. Antonio keyinchi menga: Dadam oxir tushunibdi, dedi. Xulos qalam. Sizning bolangiz bilan bo'lgan har bir muomalangiz uning kishilik qadr-qimmat ko'z qarashini yetiltirishiga g'oyat zo'r ta'sir ko'rsatadi. Siz qancha ijobiy va aktiv rol bilan bolangiz bilan fikrlashsangiz, hamda o'zingizning passiv ish harakatlariga mas'ul bo'lish orqali bolangizga ulgu bo'la olsangiz, bolangizning mo shunday qilishiga shuncha ta'sir ko'rsatasiz. Ya'ni bu jarayonda bolangizning o'ziga bo'lgan ishonchini qo'lga keltira olasiz. Tugidi. 2019 yil 30 oktyabr Washingtonda tarjim qilindi.